Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz qirqim. Qirqim deb buyum yoki detalni fikran kesuvchi tekislik yordamida kesilishdan hosil bo'lgan shaklga va uni ko'rinmay turgan tomonini ko'rsatish ko'rinishiga qirqim deb ataladi. Qirqimdan foydalanishimizning sababi shundan iboratki, o'sha detal yoki buyumlarning ichki ko'rinishini bilish uchun foydalaniladi. Qirqimlar ikki turga bo'linadi. Qirqim ikki turga, ya'ni sodda hamda murakkabga bo'linadi. Sodda qirqimdir. Bitta kesuvchi tekislik yordamida hosil qilingan qirqimga sodda qirqim deyiladi. Yana bir bor qaytaramiz. Sodda qirqimda bitta kesuvchi tekislik yordamida hosil qilingan qirqimga sodda qirqim deyiladi. Murakkab qirqim esa ikki va undan ortiq kesuvchi tekisliklar yordamida hosil qilingan qirqimga murakkab qirqim deb ataladi. Sodda qirqimga demak bu frontal qirqim, gorizontal qirqim, frontal qirqim va hokazo. Yana ular kiradi. Murakkab qirqimga esa pog'onali hamda siniq qirqim. Pog'onali qirqimda demak bir nechta kesuvchi tekisliklar bir-biriga nisbatan parallel joylashgan bo'ladi. Siniq qirqimda esa kesuvchi tekisliklar bir-biriga nisbatan burchak ostida joylashgan bo'ladi. Endi shuningdek, qirqim quyidagi turlarga bo'linadi. Demak, mana bu kesuvchi tekisliklar soniga qarab, kesuvchi tekisliklarga qarab bo'lingan bo'lsa, yana sodda hamda murakkab qirqimimiz demak murakkab dedik, hamda bu yerda mahalliy qirqimlarga ham bo'linadi. Mahalliy qirqim esa o'sha detal yoki buyumning ma'lum bir qisminigina ko'rsatish uchun qo'llaniladi. Shu bilan bugungi qirqim mavzusidagi ma'ruzamiz, qisqacha ma'ruzamiz tugadi. Salomat bo'ling.